severim. Gelin koysun, güzel. Ayarlara bakıyor böyle erkekler böyle ayarlar böyle. Erkek Edip mi severim? Ne kimdi? Edip. Gelin gelin. Elhamdülillah, selamu ala Resulü, elhamdülillah, Rabbil alemin. Mana biz 16. kuni uchgan hojilar bilan, hojilar, hojilar bilan Roji hiymasining atrofida ziyofat yengiligini kechishdi. Hojiba necha uch? Qalay? Jonli so'lamaysiz. Xorazmcha qiling. Shonazar aka, Shonazar. Necha? Assalomu alaykum. Va alaykum. Qandaysiz? Zo'r. Yana ertaga qayerda o'tiramiz? Mashitda yana. Yana Biz mashitda, siz aeroportda. Siz uyda bo'lasiz bu payt. Mana bu restoran dedi, qani shashlik qani? Shashlik ham bo'ladi, hammasi bo'ladi. Erta o'tib indinga shashlik bo'ldimi? Uyga ishda xudo. Ertaga uyda yeymiz uni. Ha, shu uydingizda bu yerda shashlik nima qildi? Bu yerda haram, qozon ko'p qalay bo'pti. Astag'firullah, molligini so'rayapmiz biz. Farata. Nechi kilo? Oydingmi? Hojiba, nechi? Hojiba. Nima gap? Yaxshimi? Salom. Salom. Malaziz rahmat. Qalay bo'ldi? Ziyoratda Martabalarda yuring. ajoyibmi? Ajoyibmi? Domlamiz ya. Aynan Shonazar uchun bo'ldimi? Alohida hozir Shonazar uchun. Shonazar og'a uchun. Va'da qilmadingiz-ku. Va'da bajardi, ko'rdingiz-a? Endi sizniki qoldi va'dangiz, sizniki. Menyuda farq bor. Seni ochang. Ojonalar. Ha, bo'ladi hammasi ovqatlanamiz. Sizlar yaxshi ovqatlan. Ojona, necha kilo? Yaxshimi? Nima yetasiz? Ojona, yaxshi bo'ldi. Alloh razı olsun, yaxshi xizmat qildingiz, barakalla. Zo'r. Birinchilardan bor. Ojonalar. ketish oldidan ertaga ketyapmiz, xudo xolasa ibodatlarni bajarib, Abu Bakr domlamiz bizlarga tashkil uyushtirdi. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Alloh qabul qilsin. Xizmatlaringiz uchun, bizlarni ibodat qilganingiz uchun, hamma xizmatlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. Oshxona ahliga rahmat qilamiz. Salomat. Ahliga, tozalik sohasidagi yigitlarga ham katta rahmat. Salomat. Xizmatlarga ham katta rahmat. Salomat. bo'ling. Sog' bo'ling. Alloh yana kelish nasib qilsin. Hammanglar. Salomat bo'ling, ojona, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Sağ aman bo'lg'aysiz, dunyoda birinchi durg'aysiz Xudoyim. Salomat. Sağ aman yurgaysiz. Sog' bo'lasiz. Minnatdor ojona, minnatdor. Sizlar rozi bo'lsanglar bo'ldi. Ojonalar hammasi mashallah. Rahmat, hojati, omon bo'ling, ishlaringiz omad. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik, o'zingizga mustahkam sog'lik, ishlaringizni rivojini bersin ilohim. Salomat bo'ling. Hamisha kelmakni Alloh nasib qilg'ay, Allohim baytini chaqiravergay Xudoyim. Omon bo'ling. Salomat o'ylar, salomat bo'ling. Oilangizga tinchlik tilayman, Xudoyim. Bola chog'ingizga rohatini ko'rgaysiz, Xudoyim. Sog' salomat bo'lib yurgaysiz. Yana bola chog'imiz bilan kelmak nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Ojonalar hamma yaxshi. Seva, sizlar-chi? Yaxshi. Xursandmiz.
Mana kim mana salata. Makka mukarramadan mana bunday go'zal holat xuddi o'zingiz vatanda o'tirgandek chiroyli Alloh taolo mana shu o'tirishimizni, samimiyatimizni abadiy qilsin. Doim mana shunaqa bir-birimizga muhabbatli bo'lib, ro'para o'tirib mana shunday qilib, hatto jannatlarda ostalimizda anaxonlar o'tirgan joylarda, so'rilarda bu dunyodagi mana shu Makkadagi hayotimizni eslab o'tirib Alloh nasib qilgan. Mana bu amallarni o'zingizlarga do'sti maqbul aylagan. Ularga ham kasb kamolot haloldan baraka bergan. Ha? Ular ham axir shug'ullardan rohatini ko'rib, otajon, onajon deb farzandlarni mana shunday hurmat izzat qilib boshda olib yuradigan farzandlar bilan ko'zini quvontirsin Robbim. Ularning mol dunyosiga baraka bersin, bizni yo'limizda ishlata olsin, biz kelaveraylik. Alloh taolo mana shu yo'lga kelmoqchi bo'lgan Xudodan qo'ni qo'shni mahalla-ko'y hammalarini mana shu joyga nasib qilsin. Kasallarga shifo bersin. Befarzandlarga, tirnoqazorlarga sog'lik va solih farzandlar to'ysin. Ha? Musofirlarni, safarlarni bexatar, beshga sog'-salomat vataniga, oilasiga bariga qaytarsin. Biz ham ertaga bo'lgan safarimizni o'zi chiroyli holatda mana shu joylardan yuzimiz yorug' bo'lib, go'dak kabi gunohlardan forig' bo'lib borish nasib qilsin. Allohim mana bu safarimizni oxirgisi qilib qo'ymasin. Yana qayta labbayk haj, labbayk umra deb Makka mukarrama Madina-i Munawvara kelish nasib ro'za aylasin. Alloh taolo mana bu jamoatda yoshi ulug' bo'lib turgan umringiz rizqiga baraka bersin. Uzoq yillar umr ko'rsinchi, bizning ustimizda duo qilsin. Alloh taolo ularni mana shu amallarni chiroyli holatda, xotirasi go'zal holatda yashashni nasib qilsin. Alloh taolo bizdan oldin iymon bilan o'tgan Alloh rahmatiga olsin. Va sallallohu ta'ala ala xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar Al kendine var. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Siz ishlab ko'rsangiz o'lim bor. Beryapmiz buni. Bunu yükselsen razı mısın? Buru-buru takut. Şaşanı içine. Halide su var buna. Hatta, hemen gitmek istiyor.
Saylı geçenmege kalasa yola çıkartırmaz nasip etse. Dokumentini bir veremezsen oturaraktan para ver. Nöbetini lan para ver. Yani o dokumentini ne yapıyor? Hacı dalamasa beni baldızlama. Rahmet rahmet. Bye bye. Everything is right according to Marcus. Xudo xolasa mindik. Samolyotdamiz nasib etse.